Farg'ona shahrida Milliy bankka tegishli bankomatlardan katta miqdorda pul o'g'irlangani aniqlandi. O'g'rilik professional tarzda amalga oshirilgan. Hatto bankomat seyfining plombasi buzilmagandi. Keyinchalik bu ishni ushbu bankning viloyat boshqarmasida bo'lim boshlig'i lavozimida ishlagan shaxs qilgani ma'lum bo'ldi. Lavhamizda bankir bankomatlardagi pullarni qanday o'margani haqida hikoya qilamiz. Kunuz ushbu jinoyat ishiga oid sud hujjatlari bilan tanishdi. Ma'lum bo'lishicha, 1976-yilda tug'ilgan shaxs Milliy bankning Farg'ona viloyati bosh boshqarmasi chakana amaliyotlar bo'limi boshlig'i lavozimida ishlagan. Ushbu shaxs ismini shartli ravishda Bunyod deb ataymiz. Bunyod o'zi va bo'lim mutaxassislariga biriktirilgan logindan foydalanib 2019-2024-yillar davomida 113 nafar mijozga tegishli bank kartalarini UzCarddan Humoga almashtirish jarayonida aslida mavjud bo'lmagan 641 million so'm pul mablag'ini hosil qilgan. So'ngra bu pullarni boshqa plastik kartalarga mobil ilovalar orqali o'tkazib, bankomatlardan naqdlashtirib olgan. Shuningdek, u 2023-yil aprel-dekabr oylari davomida 7 ta holatda bankomatlardan 845 million so'm pulni o'g'irlagan. Bunyod o'zida bo'lgan kalitdan foydalangan holda bankomat seyfini ochgan. Keyin lezbiya yordamida himoya ipini kesib, kasetadan pullarni olgan. Keyin himoya ipini superkley yordamida qayta bir-biriga yopishtirib qo'ygan. U o'ziga biriktirilgan login va paroldan foydalanib, bank dasturiy ta'minotida bankomatning operatsion kuni ochildi amaliyotini bajargan hamda bankomat ma'lumotlar bazasini yangilab qo'ygan. Sobiq mansabdor shu yo'l bilan bankomatdan pul o'g'irlaganini yashirgan. Hech kim mendan shubhalanmaydi deya o'ylagan bo'lsa-da, uning qilmishlari fosh bo'ldi. Bunyod sudda aybiga iqror bo'lgan va shaxsiy ehtiyojlariga pul zarur bo'lgani uchun bu ishga qo'l urganini aytgan. U o'z ko'rsatmasida shunday degan: bankning viloyat bosh boshqarmasi va uning quyi filiallariga Toshkent shahridan bankomatlar olib kelindi. Chakana amaliyotlar bo'limi boshlig'i bo'lganim sababli bankomatlarning olib kelinishi, belgilangan joylarga qo'yilishi, foydalanishiga va belgilangan tartibda ishlashiga mas'ul bo'lganman. Bankomatlar korpuslari hamda seyflari kalitlarining bir nusxasini o'zimga olib qoldim. Chakana amaliyotlar bo'limi boshlig'i sifatida ishlab yurgan vaqtimda shaxsiy ehtiyojlarimga pul zarur bo'lib qoldi. 2023-yil aprel oyidan dekabr oyiga qadar Farg'ona shahri hududiga qo'yilgan bankomatlarga borib, o'zimga biriktirilgan login va paroldan foydalangan holda bankomatning shu kungi ish holatini yopish uchun bankomatning operatsion kuni yopildi amaliyotini bajardim. Keyin hech kimga sezdirmay yashirib qo'ygan kalitlar yordamida bankomatlar va ularga o'rnatilgan seyflarni ochdim. Bankomatlar seyfidagi pul qo'yish kasetalaridan 50 million so'm, 80 million so'm va 100 million so'm pul mablag'larini olib keldim. Bunyod yetkazilgan zararni qoplashga imkoni yo'qligini aytib, qilmishiga pushaymonlik bildirgan. Farg'ona shahar sudining 2025-yil 2-may kungi ajrimi bilan Bunyodga nisbatan sirtdan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llangan. U 2025-yil 31-dekabr kuni ushlanib qamoqqa olingan. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona shahar sudining 2026-yil 18-maydagi hukmi bilan Bunyod juda ko'p miqdorda o'g'irlik hamda hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish jinoyatlarida aybli deb topildi. Unga 8,5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Shuningdek, Bunyod 3 yil muddatga bank tizimida mansabdorlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilindi. Undan bank foydasiga 1 milliard 486 million so'm moddiy zarar undirish belgilandi.